Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men o'zimga bir qadam oldim. Xudo xolasa havola juda ham yaxshi hozir. Soch oldirgan ketyapman. Amerikada soch oldirish necha pulligini sizlar ko'rsataman hozir. Sartaroshxonada olmasam kerak video chunki sal noqulay bo'lyapti. Shuning uchun kirib chiqqandan keyin sizlarga rezultatni ko'rsataman va necha pul bo'lganini ko'rsataman do'stlar. Qani unda ketdik. Men hozir do'stlar Chinatowndaman, Bruklindagi Chinatowndaman. Bular juda ham boy bo'ladi. Mashinalarga qaranglar. Mercedes, yana qanaqadir mashinalar. Rayon ham ajoyib. Постоянно xurusda bo'lib turadi bizda ham. Lekin zo'r. Yaxshi, yomon emas. Ancha tinch. Do'stlar, o'zi sochni ham oldirib chiqdik. 1 soat vaqtimiz ketdi shu narsaga. Ko'rishinglar mumkin. Bilmadim. Yaxshimi yomonmi? $25 ga oldirdim do'stlar. $25 $2 chayvo ham berdim. Bu yerda tip bermasangiz bo'lmaydi ekan. Ama вообще Amerikada berish kerak. Shunga $2 bo'lsa ham berib qo'ydim. Shunaqa gaplar do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar.